Assalomu alaykum. Bu velosiped kech tayyor bo'lgan, egasi menda ekan. Cobalt. Eskidan o'zim qarab yurganman, pastdan hamma mashinasiga bunga. Suv o'tmagan. Suv o'tganda mamyoy ham loy bo'lib ketardi. O'zlik ham hech suv o'tmagan. Просто chexol taqiladi sidenya, salon bir sidrandoq qilinadi. Parogida oq narsa ko'rib andoq qildim, akasi qatuv to'kilgan ekan mana. Bu 100% qatuv ili 150% ham bor, hidi bor. Patolog tozalanar ekan. Men gilamni yechmoqchi emas edim, mana shu qatuvni yechaman hozir. Yechayotganda oxirgi время paroglarni yechmasdan chiqaryapman, потому что klipsalar mo'rt chiqyapti bularni. Sinib chiqyapti hammasiniki. O'sha tortib olib tiqib olgan yaxshi. Bitta shu konsulda yechiladi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Narsa, особенно qatuv sut, vino, pivo to'kilsa iloji boricha tozalattirib olinglar. Mana bu rezinkalar pirchilab ketgan. Charchamanglar.